Assalomu alaykum, China Motors Qo'qon filiali obunachilari. Bugun sizlar bilan avtosalonimizdagi jamiki mashinalar narxlari va shu kunda kutilayotgan yangiliklar bo'yicha gaplashib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun qiziq bo'lgan ma'lumotlar ham bor albatta. Birinchi bo'lib avtosalonimizdagi mashinalar bilan tanishamiz. Bizda hozirda Jack X200 3 xil model, ya'ni Bartavoy, Tentli furgon variantlari ham bor. Bizga 3 kun oldin ikkita treylerda mashina kelgan edi. Klientlarimiz kelib o'zlariga yoqqan modelni tanlab olib ketishyapti. Ko'rib turganingizdek mashinalarimiz sanoqli qoldi. Iloji boricha tezroq kelib olib keting. Xudo xolisa chegirmalar va skidkalar bilan qilib beramiz. Xo'p, mashinalarimizga keladigan bo'lsak, bizda hozirda ikkita Tentli, ikkita Bartavoyli varianti va bitta furgonli variant qoldi. Endi bularning narxlari bilan tanishtiradigan bo'lsak, oddiy Bartavoy variantimiz 231 million 840 ming so'm. Furgonli variantimiz hozirgi kunda 258 million 720 ming so'm. Ichkarida Tentli modellari ham bor. Tentli modellarimiz 258 million 560 ming so'm. Endi skidka qanaqa bo'ladi deyotganlar uchun sizlarga ajoyib yangiliklarimiz bor. Jack X200 modellarini boshlang'ich 150 million so'm to'lab 2 yilga rassrochkaga olsanglar bo'ladi. Hech qanaqa bank foizlarisiz. Yo'q, bizda 150 million pulimiz yo'q deydigan obunachilarimiz uchun ham yangilik bor. Ya'ni boshlang'ich 65 million so'm bilan Jack X200 Bartavoy modellarini olib chiqsangiz bo'ladi. Bitta dona pasport evaziga. Bizda avtosalonimizda hozircha yo'q modellar bor, ya'ni sotuvda bor, lekin biz avtosalonimizga hali yetib kelmagan. Bu modellar Jack Sandero, buni ko'pchilik biladi. Bundan oldin ham sotganmiz. Jack Sandero 16 mestalik. Jack M3 9 kishilik hozirgi kunda rosa ommalashgan model. Buni narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 215 million 460 ming so'm bu model. Bunga 150 million so'm bilan buni ham rassrochkaga olib chiqsanglar bo'ladi. Bu mashinalarimizni ko'pchilik obzorlarini biladi. Obzorlarni ko'rmaganlar uchun bundan oldingi videolarda hamma mashinalarimiz obzorlari bor. Xo'p, endi manzilga keladigan bo'lsak, manzil Qo'qon shaharidan Uchko'prik tomon yurganda o'ng tarafga Farg'ona yo'li keladi. Ya'ni Uchko'prik avtostansiyasi bor bu yerda. Stansiyadan o'tgandan keyin bir 200 metrdagi o'ng qo'lda uji mashinalarni terib qo'yganmiz. Bu yog'i Mehrigoga yetmasdan. Xudo xolasa avtosalonga kelinglar, chiroyli skidkalar va bonuslar bilan qilib beramiz.